Assalomu alaykum hurmatli video foydalanuvchilari. Bugungi videoda sizlar bilan integratsiyalar bo'limiga qo'shilgan yangi ChatGPT bilan integratsiyani ko'rib chiqamiz. ChatGPT bilan integratsiya qilish uchun integratsiyalar bo'limidan boshqaga o'tamiz va bu yerda MPC server bor. Buni shu qidirish orqali topib olishingiz mumkin. O'rnatamiz. Maxfiylik siyosatidan qabul qilamiz. Mana bu o'rnatildi. O'rnatganimizdan keyin ChatGPT ga o'tamiz. Xo'p, ChatGPT ga o'tganimizda mana ChatGPT akkauntimiz. Bu yerdan Bito bilan integratsiya qilib qo'yish uchun APIS ga o'tamiz. Настройкаdan Advanced Settings, Developer modni yoqib qo'yamiz. Bu developer yoqqanimizda Create App chiqadi. Create App'ga bosamiz. Bu yerda nomini yozamiz. Bito Integration. Va description yozishimiz mumkin. Bu integratsiya Bitodan ma'lumotlarni oladi va tahlil qiladi. Xo'p, endi bu yerga mana shu https mpc bito.online yozamiz. Buni bosib create qilamiz. Hozir zagruzka bo'lyapti. Sign in Bito integration deyapti. Endi bu yerdan xuddi shu akkauntni kiritib olamiz. Ya'ni qaysi akkauntga kirmoqchi bo'lsak, o'shani nom, telefon raqami va paroli bilan login qilib olishimiz kerak. Kirishni bosamiz. Akkauntni tanlaymiz. Qaysi akkauntga ruxsat bermoqchimiz? Sal zagruzka bo'ladi. Xo'p. Bo'ldi, registratsiya bo'ldi. Endi nimadir savol so'rab ko'ramiz. San bitirandingmi? Ha, ushbu sohaning integratsiyasi vositalari mavjud. Mana ma'lumotlarni savdolarimni tahlil qilib ber. Bitodan ma'lumotlarni ol va Bitodagi bu oydagi tahlil qil. Mana endi integratsiyalarga murojaat qilib, o'sha ma'lumotlarni olib, endi tahlil qilib, menga o'sha tahlil natijalarini ko'rsatib beradi. Mana to'liq qancha o'sgani, qanaqa ishlar qilingani ko'rsatib beryapti.